Diqqat, shoshilinch xabar! Pensionerlar ogoh bo'linglar! Pensiya narxlari 2 barobarga oshishi mumkin. Prezident yangi qaror chiqardi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Pensiya narxlari 2 barobarga oshib ketadi, ya'ni 8-9 yanvardan pensiya narxlari 2 barobarga oshib ketishi mumkin. Ya'ni bu farmonni prezident chiqardi aziz yurtdoshlar. Ya'ni ko'pchilik aytayapti, ya'ni shu pensiya narxlari 2 barobarga oshib ketadi deb, ya'ni 1 million oladigan odam 2 million so'm olib qo'yishi mumkin aziz yurtdoshlar. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, keyingi video nima haqida bo'lsa обязательно yozib ketinglar. Aziz yurtdoshlar, bilasizlar, pensiyalar kundan kunga o'sib boryapti. Ko'pchilik aytayapti, ya'ni pensiya narxlari nega oshmayapti deb qo'ygandi, lekin aziz yurtdoshlar, pensiyalar oshib boryapti. Ya'ni esinglarda bo'lsa 2024-23-yilda pensiyalar 500 ming so'm, 600 ming so'm edi. Hozir ko'rsanglar 1 million 1,5 million so'm odamlar pensiya olyapti. Aziz yurtdoshlar, undan tashqari pensiya qachon yana o'sadi? Ya'ni rostdan ham 2 barobar o'sadimi? Aziz yurtdoshlar, rostdan ham 2 barobar o'sishi mumkin. Lekin bu ma'lumotga men ham internetga olganman aziz yurtdoshlar. Xato bo'lsa oldindan uzr so'rayman hammadan. Aziz yurtdoshlar, pensiya narxi 2 barobarga ortsa qanchalik to'g'ri akalar? Aziz yurtdoshlar, pensiya narxi 2 barobarga oshsa menimcha hammaga yaxshi bo'lardi, chunki ko'p otaxonlarimiz, qariyalar pensiya oladi, bilasizlar. Pensiyasi oz, ya'ni kam, O'zbekiston sharoitida yetmayapti. Aziz yurtdoshlar, pensiyalar 2 barobarga oshsa menimcha hammaga foydali bo'ladi. Undan tashqari ko'pchilik so'rayapti, ya'ni rostdan oshadimi? Aziz yurtdoshlar, bu endi men ham internetdan ko'rib aytyapman sizlarga. Rost bo'lsa pensiya narxi oshadi, lekin sal sekin-sekin oshadi. Ya'ni birdan oshmaydi-da aziz yurtdoshlar. Shuni to'g'ri tushunib, videomizga like bosamiz. Hammani qiynayotgan muammo pensiya yoshi o'zgardimi? Ayollar 55 yosh, erkaklar ayollar 60 yosh, erkaklar 63 yoshdan pensiya oladi, ya'ni endilikda. Avvallar bilardingizlar, ayollar 40 yoshda, 50 yoshda pensiya olardi. Hozir unaqa emas. Undan keyin ham o'zgardi, bilsanglar. Ayollar 55 yosh, erkaklar 60 yosh edi. Endilikda ayollar 60 yosh, erkaklar 63 yoshda pensiya oladi aziz yurtdoshlar. Videomizga bitta like bosamiz. Dollar kursini ham aytib o'taman shu paytda. Dollarlar O'zbekistonda 1 million 200 ming so'm bo'lyapti, ya'ni 100 dollarimiz. Ya'ni bozordagi narx aziz yurtdoshlar. Rubl 149 ming so'mdan 152 ming so'mgacha bo'lyapti. Ya'ni 1000 rublimiz. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yamiz aziz yurtdoshlar. Hammaga rahmat, videoni ko'rganlarga addushi rahmat.